emasmisiz? Xafaman? Voy, bir marta kechiring, yoshlik qilib qo'yibman. Voy, yoshliging qopdimi? Ikkita bolang onasisan. Endi sizni ham, Oyjonni ham umuman xafa qilmayman. Bu yillardagidek ayol bo'laman. Ko'ramiz. Buni hali vaqt ko'rsatadi. Gapirish oson, amalda bajarish qiyin. Endi ko'chama-ko'cha yurish yo'q. Men ruxsat bersamgina ko'chaga chiqasan. Oyim ham oramizga qo'shilmaydilar, aralashmaydilar. Tushundingmi? Xo'p, tushundim. Ketganingda osmon eding. Yerga tushib qaytibsan. Oying rosa kuningni ko'rsatdilarmi deyman, ha? Oyim ko'shimni to'g'rilab qo'ydilar. Bu bilan endi u uyga bora olmasligimni, borsam ham faqat mehmon bo'lib borishim kerakligini tushundim. To'g'ri qilibdilar. Ona doim farzandini o'ylaydi. Oilasini tinch bo'lishini o'ylaydi. Yaxshi qilibdilar. Endi o'ylab borasan.